Rossiyaning Valbris kompaniyasi o'zining skladlarini O'zbekiston, Qozog'iston va Belorussiyaga ko'chirishni boshladi. Rossiyada mashhur bo'lgan amerikalik Justice Walkerni ham deportatsiya qilishmoqchi. 2026-yilda mehnat muhojirlari tomonidan sodir qilinayotgan jinoyat ishlarining soni 40% ga kamaydi. Rasmiy ma'lumot. 1-sentyabrdan boshlab endi Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari ham Amina ilovasini ishlatishlari shart bo'ladi. O'zbekistonliklar AQShga borib ishlash uchun yana bir shartnomaga imzo qo'yildi. Rasmiy ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 9-avgust va odatdagi yangilarimizni boshlaymiz. Do'stlar, boshlashdan oldin shu mehnat muhojirlarini kartalari blokirovkasi haqida gapirib o'tmoqchiman. Afsuski hozir ko'pchilik shu kartalari blok bo'lganligi uchun Rossiyada o'z xarajatlarini amalga oshirish yoki vatanga pul yuborishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Aynan shunda bizning vatandoshlarimiz uchun shu Mir privilegiya ilovasida yana bir tartib yo'lga qo'yildi. Masalan, sizning kartangiz blok bo'lsa yoki limitlaringiz tugagan bo'lsa, siz Mir privilegiya ilovasi orqali sistema быстрых платежей tizimi orqali pul yuborishingiz mumkin. Shuning uchun Mir privilegiya ilovasiga hozir shu yerga silka qo'yib qo'yamiz. Yuklab olinglar va vatanga pul yuborayotganingizda promokod o'zbek terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi va siz Rossiyadagi mehnat muhojirlarini Saxovat fondiga yordam berasiz. Birinchi yangilik Valbris kompaniyasidan keldi. Hammamiz guvoh bo'ldik, Rossiyada aynan shu kompaniyaning skladlariga eng katta hujumlar bo'lmoqda. Bunday harakatlar natijasida minglab Rossiyaning tadbirkorlari ancha zarar ko'rishmoqda. Bunday vaziyatni oldini olish uchun shu Valbris idorasining rahbariyati bir g'oyani o'ylab topdi va hozirgi kunda o'zlarining skladlarini, mahsulotlarini O'zbekiston, Qozog'iston va Belorussiya hududlariga ko'chirishni boshlashmoqda. Albatta, eng katta skladlari aynan O'zbekiston hududiga yuboriladi, chunki O'zbekistonda ishchilar ko'p. Bu degani, bir tomondan Rossiyada aynan Valbris skladlarida ish joylari kamayib kelaveradi, lekin O'zbekistonning o'zida aynan yangi Valbris skladlarida o'zbekistonlik aholiga ish joylari ko'payib keladi. Siz bu g'oya haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Rossiyada mashhur bo'lgan Amerika fuqarosi Justin Walker Rossiyadan deportatsiya bo'lishi mumkin. Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. И это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Eslatib o'taman, bu amerikalik fermer Rossiyada 1994-yildan beri istiqomat qilmoqda. U Altayskiy krayda o'z xo'jaligini yurg'izmoqda va oila a'zolari bilan Rossiyada vid na жительствоga ega. Bu akamiz aynan 2014-yilda Rossiyada mashhur bo'ldi. Chunki 2014-yilda Rossiyaga sanksiyalar qo'llanish boshlandi va Rossiyaga birinchi bo'lib har xil sirlar va sut mahsulotlar kelishi to'xtatildi. Да, то есть, зачем? Ну сейчас... Зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Bu akamizni rossiyalik millatchilar ko'p vaziyatlarda shu namoyish qilardi. Mana qaranglar, shunday migrantlarni ko'paytirishimiz kerak deb. Va natijada 2026-yilda bu akamiz ham shu migratsiya tizimi deb deportatsiyaga tushib qolmoqda. Xullas, bu vaziyat haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. O'tgan hafta Rossiyaning rasmiy vakolatxonalaridan bir nechta rasmiy ma'lumotlar kelish boshladi. Birinchidan, shu Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarini soni haqida FSBning pogranslujbasidan rasmiy ma'lumot keldi. Bu ma'lumotga binoan shu 2026-yilning o'zida, bu degani yanvardan iyungacha Rossiyaga kelayotgan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolarining soni 15% ga kamaydi. Bundan tashqari Rossiyaning Xavfsizlik qo'mitasidan ham 2026-yilda mehnat muhojirlar sodir qilayotgan jinoyat ishlari haqida rasmiy ma'lumot keldi. Bu ma'lumotga binoan aynan mehnat muhojirlar sodir qilayotgan jinoyat ishlarining soni 40% ga tushib ketgan. Albatta-ki bunday ma'lumotni berilayotganligi birinchi bo'lib mana qaranglar qanday qilib bizning politsiya, tergov qo'mitasi qanchalik yaxshi ish olib bormoqda va buni shu chet el fuqarolari tomonidan 40% ga jinoyat ishlarining kamaganligi
Bu kafolatidir. Mening fikrim bo'yicha 2026-yilda bir nechta moddalarni hozir Rossiyaning tergov qo'mitasi va politsiya xodimlari jinoyat ishlarigacha olib borishni to'xtatishdi. Esingizda bor bo'lsa, shu millatchilar tomonidan bo'lgan bosim uchun 2023, 2024, 2025-yillarda bir bo'lmagan narsaga ham chet el fuqarolariga nisbatan jinoyat ishlar qo'zg'atilardi. Chunki markazdan aynan shu chet el fuqarolariga tegishli jinoyat ishlarini ko'paytirishga qaratilgan qarorlar ko'p edi. Rossiyaning Dumasida raisi Volodinning so'zlari bo'yicha shu 2026-yilda Rossiyadan 44 mingta mehnat muhojir deportatsiya bo'lgan. Bu akamizning so'zlari bo'yicha shu 2026-yilda deportatsiya bo'lgan chet el fuqarolarining soni o'tgan yilga qaraganda 65% ga ko'proq. Ko'pchilik hayron bo'lishi mumkin, nima uchun bunday 65% ga deportatsiya vidvoreniya bo'lganlarning soni ko'payib ketgan. Eslatib o'taman, hozir Rossiyadan vidvoreniya deportatsiya bo'lish uchun ilgaridek sud qarori kerak emas. MVD xodimlari o'z qarori bilan hech qanday sudlarga murojaat qilmasdan chet el fuqarolarini vidvoreniya deportatsiya qilishmoqda. Eslatib o'taman, aynan Rossiyaning Dumasida 2024-yildan boshlab mehnat muhojirlariga tegishli 32 ta qonun qabul qilingan va bu qonunlarni ijrosini bugun hammamiz ko'rib turibmiz. Keyingi yangilik Krasnodarskiy kraydan keldi. Bu yerda bir O'rta Osiyolik guruh qo'lga olingan. Ularga shu Krasnodarskiy krayda 653 ta chet el fuqaroga registratsiya, legalizatsiyada yordam berganligi bo'yniga qo'yilmoqda va sud natijasida barchasiga sud hukmi o'qildi. Tergov guruhni boshqaruvchisi, rahbari Shuhrat Mirzoyev bo'lib topildi. U 10 yil va 8 oyga ozodlikdan mahrum bo'ldi. Ikkinchi Bahrullo Mudabbirov 8 yil 6 yilga qamaldi. Uchinchi shaxs Yuriy Gusaruk 3 yilga qamaldi. Ha do'stlar, eslatib o'taman, 2015-yilda Organizatsiya nezakonniy migratsiya tashki og'ir moddalar ro'yxatiga qo'shilgan. Bu degani siz ham Organizatsiya nezakonniy migratsiya bilan qo'lga tushsangiz, xuddi terrorizm, narkotikdek sudlanib, mana ko'rganingizdek 8 yil, 10 yilga qamalishingiz hech gap emas. Shuning uchun do'stlar, juda ham ehtiyot bo'linglar. Kimgadir fiktivniy turdovoy dogovorlar qilish, registratsiya qilish, bez dokument qolib ketgan vatandoshlarimizni bir joyga joylashtirsangiz va hokazo harakatlar qilsangiz, siz natijada organizator kanala nelegalniy migratsiya bo'lib qolishingiz mumkin. Bundan juda ham ehtiyot bo'linglar. Ha do'stlar, Toshkentda ham hozir ofisimiz ishlamoqda. Hozir ekranda Toshkentda joylashgan bizning idoramizning telefonlari va manzilini qoldiraman. Butun avgust doirasida siz bu yerda bepul yuridik konsultatsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin mehnat muhojirlariga tegishli yana bir qarorga imzo qo'ydi. Bu qarorga binoan sudimizga bo'lgan chet el fuqarolar endi Rossiyada na RVP, na vid na жительство, na Rossiya fuqaroligini olishga endi haqli bo'lishmaydi. Bu degani endi siz nafaqat Rossiya, balki Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa O'rta Osiyolik davlatlarda sudlangan bo'lsangiz, bu qaror sizga Rossiyada shu qonuniy legalizatsiya yo'lini yopmoqda. Keyingi yangilik Krasnoyarskiy kraydan keldi. 1-yanvar 2027-yildan boshlab Krasnoyarskiy krayda mehnat muhojirlar patent asosida bir nechta sohalarda endi ishlasha olmaydi. Bularning ichida qishloq xo'jalik sohasi, oziq-ovqat ishlab chiqarish sohasi, o'rmon xo'jaligi, mutlaqo transport va taksi, chakana savdo, kafe va restoranlar. Bundan tashqari, Krasnodarskiy krayda 2027-yildan 2030-yilgacha bir maxsus eksperiment qo'llanadi. Bu eksperiment asosida ishlamoqchi bo'lgan chet el fuqarolar faqat org nabor orqali kelishlari mumkin bo'ladi. Men bu g'oyalar haqida batafsil bir videoda gapirib chiqqanman. Agarda siz ham 2027-yilda Rossiyaga kelib ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni ko'ringlar. Xo'sh, shu yerdan ссылка chiqadi. Odatdagi meni Krasnoyarskiy kraydan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Keyingi yangilik Amin ilovasiga tegishli. Endi 1-sentyabr 2026-yildan boshlab Amini ilovasini, ya'ni bir nechta davlatlarning fuqarolari o'z telefonlariga yuklab ishlatishlari majbur bo'ladi. Endi Amini ilovasini studentlar ham ishlatishlari kerak bo'ladi. Bu talablar birinchi bo'lib shu Armeniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Moldova, Gruziya, Ozarbayjon, O'zbekiston va Ukraina fuqarolariga tegishli. Bundan tashqari, Amini ilovasini endi EAS fuqarolari ham
yuklashlari shart bo'ladi. Bularning ichida eslatib o'taman, Armeniya, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari. Birinchi bosqichda bu talab hamma ES fuqarolariga emas, balki shu trudavoy dogovor asosida ishlayotgan ES fuqarolarini oila a'zolariga tegishli bo'ladi. Bu degani shu er-xotinlari va ota-onalari. Eslatib o'taman, ilgari Amini ilovasi faqat shu Rossiyada kelib ishlayotgan mehnat muhojirlarga tegishli edi. Mana endi sekin-sekin ko'rib turibmiz, boshqa chet el fuqarolariga ham bu ilovani ishlatish majbur bo'lmoqda. Endi shu O'zbekistondan AQShga borib ishlamoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun yana bir ijobiy yangilik. Migratsiya agentligining rasmiy ma'lumoti bo'yicha AQSh ish beruvchilar bilan yana bir shartnoma imzolandi. Bu shartnomaga binoan aynan migratsiya agentligi shu AQShga borib ishlamoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hujjatlarini tayyorlash, til o'rgatish va boshqa kerak bo'lgan harakatlarni amalga oshirishga vakolatga ega bo'lishdi. Bu degani O'zbekiston hukumati tomonidan mehnat muhojirlarini AQShga yuborishga qaratilgan harakatlar jiddiylik bilan olib borilmoqda. Eslatib o'taman, shu AQShga bormoqchi bo'lgan bizning vatandoshlarimiz uchun alohida YouTube kanalini yo'lga qo'yganmiz. Bu yerda O'zbekistonliklar uchun AQShdagi ish joylari haqida, AQShga borish tartibi, viza olish tartibi va boshqa eng kerak bo'lgan ma'lumotlar yuklangan. Bu kanalga silka hozir shu yerdan chiqadi va bundan tashqari kommentariyalarga ham yuklab qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, bugungi loyihalarimiz shu yangiliklardan iborat. Odatdagi sizdan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada o'z savollaringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.